Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Mutaxassislari xalqaro şirketlarning Xitoy ilib berayotgan Uyg'ur majburiy emgiki bilan vositalik munosabati borligini mo'ljaldi. 16 mutaxassis janvada bayonot e'lon qilib, o'zlarining Uyg'urlar majburiy tutib turilgan va ishlatilgan lagerlardan erishgan uchurlar bilan bu yakunga kelganligini bayon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislarining so'ziga qaraganda, 150 dan ortiq Xitoy va chet el şirketi Uyg'urlarga qaratilgan ig'ir kishilik huquq tafsandachiligi bilan vositalik bog'langan. Dağlıq markalarning bu şirketlar ichida ekanligini bayon qilgan mutaxassislar, ularning qaysi marka ekanligi to'g'risida hech qanday bayonot bermadi. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari barliq gumonliq shirkatlarni ta'minlash zincirini tekshirishga chaqirdi. Yana bir tarafdan mutaxassislar o'zlarining 13 davlat hukumatini o'z davlatida tijorat qilayotgan shirkatlarning ishlab chiqarish jarayonida kishilik huquqi bo'ysunishiga kafolatli qilishga chaqirganligini bayon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislarining so'ziga qaraganda, nurg'unlagan Uyg'urlar insonparvarlik turalg'u sharoiti bo'lmagan ahvolda dehqonchilik, to'qimachilik, mashina va texnika sohalarida ishlashga majbur bo'lgan. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari nurg'un Uyg'urlarning boshqa o'lkalarga elib ketilganligini bayon qilib, ularning qolgancha tutib turish, odam atkazchiligi, majburiy emgak va qulluqqa duch kelganligini bayon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari necha 100 ming Uyg'urning jazo lagerlarida majburiy tutib turilganligi to'g'risida uchurlarning borligini bayon qildi va Xitoydan Birleşken Devletler Teşkilatı vakillar o'mikiga ishkini ichib naq maydondagi ayblashlarni tekshirishni talab qildi. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hukumatning bayonotchisi Shoguchang kishilik huquqi daxl taruz qilganligini bahona qilib rayondan paxta elishni to'xtatgan Shvetsiya to'qimchilik shirkati H&M'ning Xitoy bozorida pul topolmaydiganligini bayon qildi. Shoguchang Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: "Meningcha bir shirkat o'zining iqtisodiy harakatini siyosiylashtirishi kerak emas. H&M davomli Xitoy bozorida pul topalamdi, endi bo'lmaydi." Shoguchang bu markalarning o'z putiga palto solganligini va Uyg'urlarning ishlashga majburlanganligini bahona qilib rayondan paxta setib olishni to'xtatish qarorining aqlga muvofiq emasligini ta'kidladi. H&M'ning qaroridan keyin bu shirkat Xitoyda boyqut qilishga boshladi. Xitoydagi nurg'un elektronlik savdo do'konlari va aqliy iqtidorli telefon ishlab chiqaruvchilar H&M'ning mahsulotlari va qo'llanilgan programmalarini o'chiribdi. Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqidagi davlatlar 22 mart Xitoy amaldorlariga Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsandachiligi sababli jazo yurgizishni qaror qildi. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning ziyonkashligiga qarshi Xitoyga jazo yurgizgandan keyin ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat kuchaydi. Xitoyning Braziliyadagi bosh konsuli Yang Trudeauning ziyonkashlikka qarshi qadamlariga inkos qaytardi. Yang Twitter hisobida mundaq dedi: "Kanada ministri, sizning eng chong muvaffaqiyatingiz Xitoy bilan Kanadaning do'stona munosabatini buzib tashlab, Kanadani Amerikaning yugurgan itiga aylantirish." Kanada Bosh ministri Justin Trudeau Xitoyning 27 mart 2 nafar Amerika amaldori bilan Kanada parlament a'zosi Michael Chongga embargo qo'yganligini tanqidlab, Xitoyning harakatini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligi, shuningdek kishilik huquqni qo'llashni davomlashtirganligini bildirgan edi. Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar va bexatarlik siyosiy yuqori darajalik vakili Josep Borrell Yevropa İttifaqı rahbarlari boshliqlar yig'inining qarorida Turkiya bilan o'rtaq manfaatlanadigan sohalarda aktiv hamkorlashish ta'kidlaganligini eskartib, aktivlik bilan buni davomlashtirish uchun davomlashtirishimiz kerak dedi. Borrell yuqori besimliq diplomatik hafta nomli blog yozmasida oldin hafta Yevropa İttifaqı boshliqlar yig'inida Rossiya, Xitoy va Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarning asosli temalardan bo'lganligini o'tirg'a qo'ydi. U Rossiya bilan Xitoyning g'arb dunyosiga qarshi birlashib ketganligini, Yevropa Ittifoqining Uyg'urlarga qaratgan qilmishlari sababidan Xitoyning bir qism amaldorlarini jazolashni qaror qiladiganligini tilg'ilib, Rossiya va Xitoy hamkorligining asosining demokratik qarashni rad qilish ekanligini ta'kidladi. Borrell Turkiya bilan Yevropa İttifaqı orasida nurg'un egiz pastliklar bo'lgan bo'lsa-mu, yaxshi xabarlarning borligini tilg'ilib, Yevropa İttifaqı boshliqlar yig'inida umumiy vaziyat va O'rta dengizdagi vaziyatni yaxshilash jihatida birdaklik hosil qilganligini bildirdi.
Egilenishicha, Xitoy bilan Arab ittifoqi o'rtasida sonliq ma'lumot bexatarlik hamkorlik tashabbusi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabar qilishicha, bu tashabbus Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Ma Jiaoshu va Arab ellari ittifoqining muavin bosh kotibi Husam Zoki qatnashgan sin yig'inidan keyin e'lon qilingan. Taraflar raqamli iqtisod tez taraqqiy qilayotgan muhitda sonliq ma'lumot bexatarlik hamkorlik tashabbusining alohida muhimligiga qo'shilgan. Bu tashabbus Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining rayon ziyoratidan keyin o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping sin yig'iniga qatnashib, kelishimning muhimligini ta'kidlab, taraflarni tabriklagan.